Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, kim moli dunyosi ko'payishini, moli dunyosiga baraka kirishligini xohlasa, ota-onasiga bersin, ko'proq bersin dedilar. Bir hadisni ma'nosini aytyapman. Bu gapni eshitgan bir do'stimiz aytibdilarki, meni ota-onamning ehtiyoji yo'q-ku. Ota-onam o'zi shundoq ham puli, moli, davlatni oshib-toshib yotibdi. Meni ehtiyojim bor, lekin ota-onamning ehtiyoji yo'q. Baraka topkur. Seni ehtiyojing bor bo'lganligi uchun ham ota-onangga bergin deyilyapti. Bu bir sir. Bu bir rabboniy, ilohiy bir sir bor bu yerda. Alloh taolo bu sirni ota-onaga yaxshilik qilishlikka yashirdi. Ota-onaga ihson qilishlik. Bu moli davlatni barakasi o'laroq bu sirni Alloh shu yerga ko'mdi-da. Ota-onamiz ehtiyoji bo'lgandaginami beramiz. Ota-onamiz muhtoj bo'lib qolishligi, azizlar, agar ota-onam muhtoj bo'lsagina beraman deydigan farzand, bu so'zsiz ota-onasiga oq bo'lgan farzand. Ya'ni ota-onani muhtoj bo'lib qolishligiga qadar agar kutayotgan bo'lsangiz, siz demak bu uquq, ya'ni oq bo'lishlik deymiz-ku. Alloh asrasin. Yo'q. Siz ota-onangizga oshirib bering, toshirib bering, shoshirib bering, so'ramasdan bering, syurpriz qilib kutmagan joydan bering. Ko'rasiz, Alloh taolo sizga qanday berishligini shunda ko'rasiz.